Uzun CSS dersidagi 40-cı qism CSS to'g'irlash. Buningda asosliq mazmun to'g'irlashni asos mazmun qilib so'zlab o'tamiz. Bu boshqa elementlarga mos keldi. Bu bo'laklik elementni to'g'irlash deganimiz, masalan, ma'lum kenglik qimatiga hamda oldi va keyinda qurolmashtirib bo'lgan ma'lum bir elementni bo'laklik element deb ataymiz. Bizning to'g'irlash obyektimiz asosliq bo'laklik element bo'ldi. Masalan, bo'laklik elementlardan div, p, abzas, masalan, h1 qatorliqlar bo'ladi. Buningda birinchisi ma'lum margin xarakteri orqali gorizontal to'g'irlash. Buningda o'ng va so'l tarafning qiymatini auto qilish orqali bo'laklik elementni gorizontal to'g'irlaymiz. Masalan, misol qaraydigan bo'lsak, bu yerda center degan qiymatni berib, buningki margin qiymatini auto anondikin kengligini 70% deb qiymat bergan vaqtimizda, demak buningki klass qiymati center bo'lgan vaqtda bu auto qiymat orqali buni o'ttirg'i to'g'irlash ma'qul unimiga erisha olamiz. Bu yerda izohlab o'tish tegishligi doctype izohlanmagan ahvolda i6 va uning ilgirki nashrda margin auto innovatsiz bo'lib qoldi. O'ng va so'lga auto qiymat berish ishlatish bo'lgan bo'shliq doirasida o'ng va so'l qiymatni tang qilish iborat bo'lib, natijada o'ttirg'i to'g'irlash oldida ko'rib o'tdik. Buni 3-chi mazmun position xarakteri orqali gorizontal to'g'irlash. Bu xil usulda mutlaq o'rin belgilab to'g'irlasa qavatli o'rinlashtirish qulaylik. Position xarakterini ishlatib to'g'irlash ilib borganda cho'qim doctype bayonot ishlatish kerak. Bu xatolik kelib chiqadi. Masalan, positiondagi o'ng'i to'g'irlash misoli e'longan bu yerda masalan position qiymati buniki absolut mutlaq o'rin belgilash deb aniqlangandan keyin o'ng taraf bilan bo'lgan oraliqi 0 piksel, buniki kengligi 300 piksel, tag rangi buniki kul rang deb berilgan xolosizligi. Buning unumini ko'radigan bo'lsak, ko'k rang tag rangi, so'z ko'k rang. Buningki o'ng tarafga to'g'irlanganligini ko'ra olamiz. Buning kengligini 70%, tor ko'rgishninki kengligiga qarata 70% qiymat olgan. To'rtinchisi float xarakteri orqali gorizontal to'g'irlash. Buningda cho'qim doctype bayonot ishlatish kerak, bo'lmasa xatolik kelib chiqadi. Floatniki asl kodiga qaraydigan bo'lsak, masalan, float buningda o'ng'i to'g'irlash so'zlangan bo'lsa, float o'ng'i to'g'irlansin, buning kengligi 300 piksel. Buningki tag rangi so'z ko'k rang deb ma'qul berilgan xolosida. Buning unumi qaraydigan bo'lsak, ma'qulada to'g'irlangan lekin ma'noda bu ust qism bilan o'ng taraf qismida azroq bo'shliq qolib qolgan, position bilan azroq farqlanadigan yeri.